Bo'sh vaqtimizga o'qituvchi va o'quvchilarimizga namuna bo'lamiz deb, keyin bo'sh vaqtimizni bekor o'tkazmaylik deb kutubxonamizdagi bor kitoblardan badiiy kitob, hozir yaqinda bitta kitob oldim, o'sha Shavkat Mirziyoyevni Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz degan asarlari qo'limda edi. Shu bilan tanishib o'qib turdim. Bu yerda yaxshi bir fikrlar bildirgan ekan, ta'limga oid narsalar aytilgan ekan, shuni o'qib mutolaa qilib turdim akajon. Ya, gap kelibsiz. Mana ustozlarimiz mana shunaqa bo'lishi kerak. Haqiqatan ham avvalo o'sha rahbar namuna ko'rsata olsa, o'shanda xodimlar ham keyin rahbarga qarab harakat qilishadi-da. Men havas qildim, chunki bu maktabga o'zim ham ko'p kelaman. Xursand bo'laman, bir kayfiyatim ko'tariladi, chunki bu yerda qilingan sharoitlar, bu yerdagi yoshlar uchun, o'quvchilarimiz uchun qilingan ishlar to'g'risida ma'lumot bersangiz, hozir bizdan xonadon xarid qiladigan har bitta mijozlarimiz bu yerda maktab bormi, bog'cha bormi ko'p so'rashmoqda-da. O'sha mana shu yerda mana maktab qurilgan, maktabda to'liq faoliyat to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz. Shunday Uchqun aka, bu maktabimiz 2025-yil 2-sentyabrga ishga tushdi. Maktab 330 o'ringa mo'ljallangan. Bu narsani men faxr bilan ayta olamanki, bu maktab tumanimizdagi eng zamonaviy maktabdir. Hamma sharoitlar bor. Mana zamonaviy kutubxona ko'rib o'tiribsiz. O'quvchilarimiz bo'sh vaqtida bilim olish uchun, lekin sport zalimiz bor, mini futbolimiz bor. Yana bitta yutug'imiz borki, o'quvchilarimiz bemalol ovqatlanish uchun 330 o'ringa mo'ljallangan oshxonamiz ham bor. Oshxonamizda har xil hamma sharoitlar bor, ovqatlar pishirilgan. Bu yerda ta'lim qanday? Bu yerga ta'lim shunday narsaki, Uchqun aka, darslar 8:30 da boshlanadi, 45 minut davom etadi. Darslar bevosita o'zim va o'rinbosarlarim orqali nazorat qilinadi. Darsdan keyin boshlang'ich sinf o'quvchilarimizga to'garak va kun uzaytirilgan guruhlar, 5-11-sinflarda to'garaklar va turli xil fanlardan kurslar tashkil qilingan. Xonalarimiz shuningdek kameralashtirilgan. Bemalol mana ota-onalarimiz kelib o'sha kameraga ulanib farzandlarini o'sha kunlik qanday dars o'tilyapti, qanday holat bo'lyapti, nima fanlar yaxshi, qanday fanlar yo'q, nima qiziqarli yangiliklar bo'lyapti, bular hammasi to'g'risida bemalol kuzatib turishlari mumkin. Hamma joyimiz kameralashtirilgan. Har bitta xonada o'quvchilarimiz formada, xullas bemalol kelib uy xarid qilib, shu maktabda farzandlarini qo'ysalar, xursand bo'lib chiqib ketadilar. Yana bitta narsa yutuqki, Uchqun aka, bu yerdagi bizda demak o'sha ishchi xodim bilan mandan oladigan bo'lsak, 40 nafar o'qituvchi va ishchi xodimlarimiz bo'lsa, hammasi yosh. Juda ham yosh kadrlar. Oddiygina 3 ta magistrimiz bor. 2 ta ona tili va adabiyot fanidan, bitta fizika fani o'qituvchisidan magistrlarimiz bor. Oliy toifa, birinchi toifa ustozlarimiz bor. Hammasi yosh kadrlar. Bilimga, ilmga chanqoq, farzandlaringizni hurmatli ota-onalar olib kelib, maktabga o'qitib, shu maktabdan xursand bo'lib chiqib ketasizlar degan umidda biza. Albatta, hozir nechta o'quvchiga hozir 330 o'ringa moslashtirilgan 150 nafar yaqin o'quvchimiz bor. Sababi Uchqun aka, biz mana boshqa maktablarga o'xshab, boshqa maktablardan ola olmaymiz o'quvchimiz. Faqat shu domda yashaydigan, shu yerda xalqini farzandini olamiz. 80 ta o'quvchi bilan boshlagandik, mana 4 oyda 150 nafarga yaqinlashdi. Bu ham bitta yutug'imiz. Albatta. Bundan buyog'i mana uylarimiz ko'payaversa, xalqimiz ko'chib kelaversa, yana o'quvchilarimiz ko'payadi. Albatta, nasib etsa, mana bizdan xonadon xarid qilgan mijozlarimiz, mana hozir bu gaplarni eshitdingizlar. Bemalol xavotir olmanglar. Chunki bu yerda o'sha yoshlarimiz, bolajonlarimiz uchun shunaqangi sharoitlar qilinganki, mana o'zim to'g'risiga qaytib o'qigim keldi-da. Mana shu yerga kelib, keyin direktorimiz sal kamtarliklari bor ekan. Men o'zim shu maktabga anchadan beri kelib, shu yigit bilan tanishganimdan beri tashrif buyurib turaman. Nima uchun? Bu fan tashkil qilgan ekanlar, bitta yoshlarga motivatsiya bo'ladi. Bu nima? Bizda 2 ta nominatsiya qilingan. Har chorakda o'sha kundalik tashkil qilingan 1-sinfdan 11-sinfgacha har chorakda eng ko'p baho olgan o'quvchim kitob va pul, ma'lum bir pul mukofoti bilan taqdirlanib boradi. Bu o'sha o'zim va sinf rahbarlari tomonidan qilingan narsa va bu yerda yana Zakovat intellektual uyini o'tkazilib kelinmoqda. Birinchi o'rinni olgan jamoaga ham kitoblar to'plam va pul mukofotlari qo'yilgan va biz yanvarda shu narsani tashkil qildikki, 1-sinfdan 11-sinfgacha yil o'quvchisi nominatsiyasini qo'ydik. Yil o'quvchisiga qanday bo'ladi? Masalan, 5-sinf o'qiydigan o'quvchimizga 1-sinfdan 5-sinfgacha o'sha 17 ta fandan savol, 8-sinf bo'lsa 1-sinfdan 8-sinfgacha.
Xullas bu yerda 1-sinf ham g'olib bo'lishi mumkin, 11-8-sinf o'quvchimiz ham g'olib bo'lishi mumkin. Birinchi o'ringa 1 million so'm va kitoblar jamlanmasi, eng yaxshi bilimdon kubok, diplom. Ikkinchi o'ringa 500 ming so'm kitoblardan jamlanmasi va diplom va uchinchi o'rinda 250 ming so'm pul mukofoti, kitoblar jamlanmasi va 3-darajalik diplom qo'yganmiz. Bu nasib bo'lsa 24 yoki 25-may kuni o'quvchilarimizga topshiriladi. Mana rahmat. Bu narsa bosqichma-bosqich Bu olib boriladi. yoshlarga bo'ladigan e'tiborda bu. Bu chunki yoshlarimiz rag'batlansa, yoshlarimizga qanaqadir qiziqish berilsa, bu yoshlarimiz yana harakat qiladi. Imkon qadar sizlar ham mana kelib maktab bilan tanishishlaringiz mumkin. Mana shu ukamiz doimiy maktabdalar, men o'zim qachon kelsam shu inson shu maktabda yuriydi. Даже o'quvchilar ketgan vaqtda ham kechki mahal kelganimda ham shu insonni ko'rganman. Keling, o'ziz masalan maktab bilan, bog'chalarimiz bilan tanishib, mana xonadon xarid qilgan mijozlarimiz kelishingiz mumkin. Maktab eshiklari doimiy ochiq. Hamma imkoniyatlar berilgan. Avvalo charchamang, shu yoshlarimizga, o'quvchilarimizga, farzandlarimizga ilm berishdan charchamang. Mana shunaqa yoshlarimiz ko'paysin. Kelajagi buyuk davlat qurish uchun mana shunaqa ustozlarimiz kerak bizga. Charchamang. Shunaqa yana bitta shu nimalarga mijozlarimizga aytib o'tmoqchi bor. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Yangi quriladigan domla mana shu maktabda orqasida doim o'zim ko'rib nazorat qilib turaman. Juda ham sifatli va yuqori darajada qurilmoqda. Kelib bemalol xonadon xarid qilishlari mumkin. Rahmat aka. Azizlar, avval kutamiz. Charchamang, bizni kuzating. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Rahmat. BBS Holding, nurli kelajak sari.